A'udhu billahi minash shaytonir rojimni aytishligimiz bilan nafaqat shaytonni bizdan uzoqlashtirgan bo'lamiz, balki shayton va dushmanimiz odatda bizdan uzoqlashadigan bo'lsa, yaxshilik bizga yaqinlashadi. Farishtalar bizga yaqinlashadi. Hozir aytganimizdek, masalan, A'udhu billahi minash shaytonir rojimni foydalaridan sen qanchalik dushmaningni uzoqlashtirsang, shunchalik sen boshqa yaxshi amallarga ham o'zingda bir ajoyib bir harakat, jiddiy sezasan. Shuning uchun doim biror bir narsaga erinib qolayotgan bo'lsa, namozmidi, Qur'on o'qishmidi, boshqa ko'chadagi masalan birodarlarga biror bir yaxshilik qilish masalasimi, kimdir telefon qilishi mumkin, o'sha vaqtda senga bir erinchoqlik kelishi mumkin, yoki ota-ona masalan biror bir narsaga buyurishi mumkin, o'sha vaqtda senga bir uf tortib erinchoqlik kelib qolishi mumkin va boshqa nima amallar borki, yaxshilik bo'lsa, undan erinayotgan vaqtingda shu a'udhu billahi minash shaytonir rojim aytgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim aytadigan bo'lsak, bu inshaalloh o'z-o'zidan bizga bir ajoyib bir harakat, bir nashotni beradi. To'yib, chunki yaxshilikdan to'sayotgan narsa bu shayton. Va shuni bilishimiz kerakki, bizga eng manfaatli narsada shayton eng bor kuchini sarflaydi. Biz uchun masalan Qur'on o'qishligimizda juda bir ajoyib bir hech oldingacha bo'lmagan yoki Ramazondan keyin masalan Ramazonda bu darajada bo'lmagan, boshqa kunlarda ham bunaqa darajada sezmagan bir dangasalik kelib qolsa, bilaylikki, demak shayton juda ham qattiq kurashyapti sen bilan. Juda ham hariski, sen shu Qur'onni ochib o'qimasliging uchun haris u. Fitna qiladi, aldashga harakat qiladi. Ana shu vaqtda demak qarshi kurasha olishligimiz kerak.